Borjomi mineral suvi yordamida betakror ta'mga ega bo'lgan Gruziya limonadi dunyoga keldi. Ta'mning ko'pqirraligini kashf eting hamda hissiyotlarni uyg'oting. Borjomidan 100% tabiiy limonad. Endi shisha butilkalarda. Uyg'on deymi? Oy. Menga ko'zgu bering. Ko'zguni nima qilasan qizim? Oyi. Iltimos sizdan ko'zgu bering. Ko'zguni nima qilasan deyapman. Kerak emas bolam. Sen damingni ol. Hozir sen yaxshilab dam olishing kerak. Oyi. Agar ko'zgu bermasangiz o'zim olaman. Shoshma qizim. Shoshma. Qizim, tinchlan bolam, tinchlan. Yuzimni qarang oyi. Yuzimni qarang oyi. Bolam, unaqa dema bolam. Asal bolajonim. Axir joning omon qoldi-ku. Shukr qilgin shunga ham bolam. Bundan ko'ra o'lganim yaxshi edi, buni qarang. Unaqa dema bolam. O'sha kuni o'lib ketsam bo'lmasmidi oyi? Unaqa dema bolam. Sen menga keraksan.
shunaqa ham chiroyli qiz bo'lamanmi? Bu sochlar, bu ko'zlar. Chet el aktrisalardan umuman qolishmayman. Agar dunyo go'zali tanlovda qatnashganimda edi, aniq birinchi o'rnagan bo'lardim. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir. Ha, o'chun. Kim bilan gaplashyapsan o'zim? O'zim bilan o'zim, Oyjon. Odam o'zi bilan o'zi gaplashadimi? Nega gaplashyapsan o'zim? Oyjon, bu chiroyni qadriga hech kim yetmayapti. Shundan xafa bo'lib ketyapman. Voy qizim, go'zalligingga ko'z tegmasin. Lekin gap faqat tashqi ko'rinishda emas-da. Sen haqiqatdan ham go'zalsan qizim. Qaniydi? Hamma muammolarning yechimi mana shu go'zallik bo'lsa. O'zi shunaqa, Oyjon. Faqat siz bilmaysiz. Ishoning, hamma narsani yechimi bu chiroy, tashqi ko'rinishda. Go'zallik ko'p narsani hal qiladi. Ayniqsa hozirgi zamonda tashqi ko'rinishning ahamiyati hamma narsadan ustun. Bekorga dunyoni go'zallik qutqaradi deyishmagan-ku, Oyjon. Voy qizim, bu go'zallik dunyoni qutqaradi degan gaplar to'g'ri. Lekin bu tashqi ko'rinish haqida gapirilmayapti-da, bolam. Ha, mayli. Hali yoshsan-da, bolam, yoshsan. Baxting ham mana shu go'zalligingdek, ilohim, go'zal bo'lsin, baxtli bo'lgin. Albatta go'zal bo'ladi, Oyjon. Men bunga ishonaman. Siz menga ishoning. Baxtim ham o'zimga o'xshagan juda ham chiroyli bo'ladi. Siz xavotir olmang. Voy Mahmadona, hali oynaga qarab o'zingga mahliyo bo'lavermasdan oshxonaga chiq. Nonushta qilamiz. Tayyorlab qo'yganman. Tayyorladingizmi? Ha? Yo'q qizim. Hozir. Go'zal qizim, Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa. Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshimisiz Jamshid? Keling suhbatimizga qo'shiling. Yaxshimisiz Asal? Yaxshi. Hozir adabiyot darsi boshlanadi. Kirmaysizlarmi darsga? Qo'ysiz shu darsni. Shu adabiyot fani biram zerikarli, faqat kitob o'qitgan. Savol-javob qiladi, she'rlar so'raydimi? Masalan, men u domlan darsiga umuman kirish niyatim yo'q. Ha, endi adabiyot fani bo'lgandan keyin kitob o'qishimiz, she'rlarni o'rganishimiz tabiiyda Asal. Matematika fanidan ko'paytirish darsini so'ramaydi-ku. Tushunmadim. Men ustimdan kulyapsanmi? Sen kim bo'lsan, men ustimdan kuladigan? Senga kim huquq berdi dugonamni oldi masxara qilishga? Qachon ustingdan kuldim? Tushunmadim. Keyin qiz bolasan, sal muomalangni to'g'rilasang yaxshi bo'lardi. Xo'sh, muomalamni to'g'rilamasam nima bo'ladi? Nima qilasan? Qo'lingdan nima keladi? Voy, bo'ldi Asal, bo'ldi qilinglar. Axir kursdoshmiz-ku. Menga bunaqa kursdosh umuman keragi yo'q. O'zing aqlingni yasab olgan. Tavba. Sen yaxshi borib darsingni qil. Asal, o'zingdan ketma. Bor yo'lingdan qolma. Asal, shoshma. Oho. Yangi kiyimlar buyurtma qilishim kerak. Chiroyli qilib kiyib yuraman. Asal, qizim, menga qarash bor. Birgalashib ovqat qilaylik. Hali zamon dadangam kelib qoladi. Oyijon. Hozirgina qo'limga namlantiruvchi krem surgandim. Bir safar o'zingiz qilib turing. Har safar shunaqa deysan-a, bolam. Bugun o'zingiz qilib oling. Ertaga qilarman, keyin yordamlasharman deysan-a, bolam. Lekin hech yordam beray demaysan-a. Oxirgi marotaba qachon ovqat qilding, qachon shirinlik qilding, hech eslolmayman. Dadang bo'lsa har doim
Qizingga ham oshxonani ishlarini o'rgatgan, ovqatlarni o'rgat, mana shirinliklarni o'rgatgan. Birovi eshigiga boradi deb jo'raydilar. Qizim, axir katta qiz bo'lib qolding. Mana ko'rib turibsan, uyimizga kun ora sovchilar kelib turibdi. Bunaqa qilmagin-da jon bolam. Ertaga birovga uzatsak, birov eshigiga borib, hech narsa qilishni bilmay tursang, ha bu senga ham uyat bo'ladi, bizga ham uyat bo'ladi, bolam. Ha, onasi shu vaqtgacha hech narsa o'rgatmagan ekanda demaydimi? Oyijon, siz hech ham xavotir olmang. Xo'p? Men turmushga chiqadigan xonadonni o'z xizmatkorlari bo'ladi, oshpazlari bo'ladi. Men ovqat qilmayman, oshpazlar ovqat qiladi. Qo'llarini sovuq suvga urmayman. Hamma ishni xizmatkorlar qiladi. Men faqat o'zimga qarab, chiroyli bo'lib yuraman. Erim bilan dunyo kezaman. Dubayga boraman. U yerda villa, mehmonxonalarni aylanaman. Voy oyijonim-a, hali mendek qizingiz borligidan faxrlanib, maqtanib yurasiz. Voy Mahmudona, hey, shuncha gaplarni qayoqdan olasan, ha? Ha nima oyi? Yomon niyat qilmayapman-ku. To'g'rimi? Ilohim niyatlaringga ortig'i bilan erishgin, bolam. Shunchaki bu dunyoda aql bilan yashagin deyman-da. Aqlim bilan yashamay nima qilyapman oyi? Nima? Men bularga arzimaymanmi? Sen bundan ham ko'plariga arziysan, qizim. Baribir ayol kishi hamma narsani bilish kerak. Ayniqsa, oshxona ishlarini bilishing kerak. Hamma erkaklar ham qo'li shirin, pazanda hamda go'zal ayoli bo'lishini xohlaydi. Kerak bo'lsa oyijon, meni go'zalligimni o'zi hammasini o'rnini bosadi. Undan ko'ra qizim, oshxonaga chiqqanda menga yordam ber. Ha deb o'zingni maqtayvermagin. Oyi, yana shu gapni boshlayapsiz-a? Men shuncha gapni hozir kimga gapirdim? Axir men sizga kelajagim haqida gapiryapman, tushunyapsizmi, oyi? Xo'p, sen aytgandek ham bo'lsin deylik. Unaqa kuyov qayerdan topamiz? Qayerdan topamiz? Nega men topar ekanman? Qiziqsiz-a, oyi? Kerak bo'lsa, u meni topadi. Voy qizi tushmagir-ey. U desam, bu desam, bu desam, bu deysan, ha? Voy. Hamma narsaga gap topasan, ha? Mana ko'rasiz, oyijon. Hali menga hammani havasi keladi. Xudo xohlasa, chet elga turmushga chiqaman. Nima? Chet elga? Yolg'izgina qizimni qanaqa qilib chet ellarga jo'natar ekanman, ha? Aytyapman-ku, oyijon. Men butun dunyoni ko'rishni xohlayman. Hali shunaqangi boy, badavlat insonga turmushga chiqaman, ko'rganlarning og'zi lang ochilib qoladi. Voy qizim-ey. Bu gaplaring bilan, xayollaring bilan osmonda uchib yuribsan, ha? Ha, gaplaring xuddi ertakka o'xshaydi-ya. Bo'ldi. Ish qilish xohlamasang, unda xonangga kirganda darslaringni qilgin. Xo'pmi? Yaqinda imtihonlaring boshlanadi. Kitoblaringni o'qib bo'lmasa, vaqtingni bekorga o'tkazavermagin. Mana telefondan foyda yo'q. Tushundingmi? Umr o'tib ketadi. Uf, oyi, qo'ysangizchi shu kitob, dars mavzusini. O'zi bugun shuni deb Jamshid bilan urushib qoldim. Qaysi Jamshid? Ani qo'shnimiz Nodir opani o'g'li Jamshid bilanmi? Ha, o'sha. Tavba qildim. O'zicha aqlli. Yana menga aql o'rgatishiga o'laymi? Yana xuddi menga sen ahmoqsan degandek muomala qiladi. Bugun boplab ta'zirini berdim. Rosa iza qildim. Voy o'lmasam. Nima qilding, qizi tushmagin? Nima qilardim, oyijon? Gapiga yarasha javob berdim. Sensirab tashladim. Ahvolni bir ko'rsangiz-da, oyi, rangi oqarib, bir og'zam gap gapira olmasa orqasiga qarab ketdi. Ha, sen nima qiz? Sen hali shunaqa ishlarni qilib yuribsanmi? Birovni dilini nega og'ritasan, a? Nega izza qilasan? Oyi, yana shu mavzuda gaplashmaylik. Aytayapman-ku, bunga o'zi aybdor. O'zi majbur qildi. Sen qizni qarab turgin. Dadan kelsin, hammasini aytib beraman. Sen juda haddingdan oshib erkalanib ketibsan. Ha, ular bilan salkam qo'shni bo'lsak, ha uyat emasmi? Nega men uyalar ekanman? Ana, o'zi uyalsin.
voy sen mahmadonaga gap topib bo'lmaydi ya. Voy qizim ey, qizim ey. Choydan iching. Rahmat onasi. Bugun kechqurunga nima ovqat qilasan onasi? Bilmasam, birontasi yo'qmi qilaman degandim, lekin o'g'lingiz mantimi birorta bir tuzukroq ovqat qiling deyapti. Shunaqa degin. Yo'q, bu o'g'limizni tuzukroq ovqat degisi qilib qopti-da. Ha, shunga harakatni boshlayman degandim. Menga qara, sen yosh kelin emassan-ku, yugurib xohlagan ovqatni qilsang, ha? Bu xamir yoyib manti lag'mon qilishni o'zi bo'ladimi? Onasi, sen ham anchagina yoshing o'tib qoldi axir. Charchab qolasan xotin, uning ustiga oyog'ing og'rib turibdi onasi. Xamir ovqatni mana xotini qilib beradi. Endi nima deysiz, dadasi? Nima bo'lganda ham o'g'limizga ko'yniga qarayman-da. Nima? Uni xotini ishlaydi. Boshqalarchi? Boshqalar bekorchimi? O'g'lik bo'lsa birorta bir ishni boshini tutay demaydi. Ha, mana bu. Qo'shnimiz bolalarga qarab havasim keladi. Hech bo'lmasa qo'shnimiz o'g'li Jamshidga o'xshasa bo'lardi-ku. Jamshidni onasini qanday avaylashini ko'rsang, havasing keladi. Sen o'g'lingchi? Senga ish buyuradi. Men ham Jamshidni ko'p gapiraman. O'sha boladan o'rnak olgin deyman. O'g'lingiz bo'lsa, oyi, kelib o'shani menga maqtayapsizmi deydi. Xuddi sizni o'g'lingiz men emas, Jamshiddek deydi. Nima qildi? Maqtasam ham to'g'ri gapiryapman axir. O'g'limiz Jamshid bilan bir paytlar sinfdosh bo'lishgan. O'sha paytda ham Jamshid a'lochi o'quvchi edi. Havasim kelardi unga. Doim dars tayyorlashda o'g'lingga Jamshid yordam berardi. Ha? Mana o'g'lingning taka saltanligidan o'sha do'sti Jamshid bilan orasi buzilib ketgan. Hozir salom alaykum qilishmaydi. Mayli, Jamshid haqida o'g'lingizni oldida gapirmang, ko'yniga kelmasin. Jamshid o'zidan aqlli yasab olgan deb jahli chiqadi. Jamshidning o'zi qo'shilmasmish. Darslardan ortiq vaqti bo'lmasmish. Haligacha o'qib yuribdi deb Jamshid ustidan kuladi. Onasi, ilm olib, o'qib, hech kim kam bo'lmagan. Jamshid ham ilm olib, o'qiyapti. Ham ishlab, oilasiga yordam berib, oilasini boqyapti. O'g'lingchi, ha? Do'stlarim ko'p, do'stlarim bor deydi, lekin hamma do'stlari o'zidan battar. Yalqov, ish yoqmas. Menimcha, dadasi, bu yerda boshqa gap bor. Xo'sh. Qanaqa gap bor ekan? Bu o'g'lingiz sinfdoshi Asal yoqtirardi. Lekin Asal hozir Jamshid bilan bitta o'qishda o'qiyapti-da. Shunga bo'lsa kerak, Jamshidni yoqtirmasa kerak. Va ko'ngli bor ekan. Nega oldinroq aytmaydi? Mana, uylantiramiz deb harakat qilib yuribmiz-ku. U o'zidan osmon yasab olgan qiz-ku. Bir marta o'g'lingiz aytgan ekan. Senga ko'nglim bor, uylanaman deb. Lekin sendek yigitga turmushga chiqmayman degan ekan Asal. Shartta yuziga aytibdi-da. Yo'q. Shunaqa debdimi? O'sha qiz to'g'ri aytibdi. Uni dangasaligini bilib kim ham unga turmushga chiqardi. Ma choydan qo'y. Jamshid. Jamshid. Shuncha chaqirsam ham qaramaysiz-a? Uzr eshitmabman. Uyga ketyapsizmi? Ha, dars tugadi. Uyga ketayotgandim. Menda biror ishingiz bormidi? Ingliz tilidan qiynalyapman. Mavzularni tushunmayapman. Shunga
biroz yordam berasizmi deyotgandim. Mayli. Yuring unda biror bir bo'sh xona topib, mavzularni tushuntirib beraman. Shoshmang. Uni nimasini sevasiz? Kimni? O'sha siz har darsda termilib o'tiradigan Asalni aytyapman-da. Uni nimasi sizga yoqadi? Hech aqlimga sig'dira olmayapman. Uni yoqtiradi deb sizga kim aytdi? Qo'ysizchi. Ko'zlaringizdan bilinib turadi. Asalga doim boshqacha muomala qilasiz. Doim zimdan kuzatasiz. Hattoki kursdoshlarni u haqida yomon gapirishiga ham qo'ymaysiz. Lekin u-chi? U bularni qadriga yetyaptimi? U sizga hatto qiyo boqish tugul e'tibor ham bermaydi. U baribir sizni qadringizga yetmaydi. U juda go'zal. To'g'ri, biroz erkaligi bor, lekin o'zi yomon qiz emas. Uni qanaqaligini shuncha yildan beri birga o'qisak ham nahotki bilmadingiz? Yo'q, u erkak emas, tarbiyasiz va kibrli. Jamshid, u o'zidan boshqa hech kimni sevmaydi. Menimcha, vaqtingizni zoya ketkazyapsiz. To'g'ri,